Turk oilasiga kelin bo'lib tushgansiz, qancha muddatda ko'nikib ketdingiz, qiynalmadingizmi deb savol berdilar bitta obunachim. Hamma joyi o'ziga yarasha qiyin va oson taraflari bo'lganidek, turk oilasiga, odatlariga ko'nikishim ham oson bo'lmagan. Ba'zi qizlardan eshitaman, qaynonasi yoki eri tarafidagi qarindoshlaridan chiqishtirilmagan, yerga urilgan holatlarni gapirib berishadi, maslahat so'rashadi. Bitta narsani aniq ayta olaman, buni millat bilan aloqasi yo'q. Hamma narsa insonni o'zini miyasida bo'lar ekan va shaxsiy fikri, chegarasi yo'q qizlarimiz o'zlari sezmagan holda shunga ruxsat berib qo'yishadi. Bunaqa holatda erkak kishining o'rni va podдержкасы juda ham muhim. Boshida o'zimdan o'tayotgan hislarni erimga tushuntirib bera olmasdim va ko'p xafa bo'lardim. Keyin o'tirib, gaplashib, tushuntirishga harakat qildim. Bittada o'xshamasa ham vaqti kelib, bir-birimizni yaxshiroq tushunishni o'rgandik. Menga ko'nikishimga vaqt va sharoit yaratib berishlarini, yonimda turishlarini so'raganman. Meni turk oila a'zolarim juda ham yaxshi insonlar. Menga begona ekanligimni his qildirishmagan, shukur. Shunda ham har bitta qiz bitta oilaga ko'nikishi, moslashib ketish uchun kamida 3 yil kerak bo'lar ekan. Agar sizda hozir shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, sizga maslahatim sabr qilib, eringiz bilan gaplashib, nima muammo bo'lishidan qat'iy nazar birga hal qilishga, yordam so'rashga uyalmang. Urushib, asabiylashmasdan sokin o'tirib, ichingizdan o'tayotganlarini tushuntirishga harakat qiling va oilangizga tashqaridan keladigan har xil gap so'zlarni kirgizmaslikka harakat qiling. Farqi yo'q, siz o'zbek oilasiga tushdingizmi yoki boshqa millatga tegdingizmi, baribir hammasi joyiga tushib ketishi uchun ozgina vaqt va sabr kerak bo'ladi.